Bismillahirrahmanirrahim. Ötken miras dersinden biraz ötken toq. Şunun davamlaştırsak. Talaq qılınğan ayalniki miras iliş halatlari. Talaq qılınğan ayal yoki raji talaq qılınğan boldu yoki bain talaq qılınğan boldu. Bain talaq degenimiz 3-nji qatımlıq talaq. 3 talaq olub ketken bolsa degen gap. Hamda raji talaq bolsa agar o ayal iddet tugab ketken bolsa, iddetinchi ketken bolsa, eri tüyüp ketkendan keyin vafot bo'lib ketgandan keyin miras olinmaydi. Agar iddet tugamagan bo'lsa, eri vafot bo'lgan chaqda, o chaqda eridan miras olalaydi. Yani o ayol iddet vaqti tugab ketgan bo'lgani uchun. Chunki iddet vaqtida yo'nali yo'lishni ayol hisoblanadi. Ammo bain talaq bo'lgan bo'lsa, uning qaraymiz. O o ayolni kasal emas, saq holatda talaq qildimi yoki kasal holatda talaq qildimi deb. Agar sağlam halda talaq qilgan bo'lsa, o ayol erdan miras olmaydi. Agar u kasal holatda ayolni talaq qilgan bo'lsa, agar u kesili, o'lib ketish ehtimolligi bor bo'lgan qo'rqinchli kasalmi yoki qo'rqinchli emas, odatdagi yengil kasalmi, buni qaraymiz. Yani qo'rqinchli emas, odatdagi yengil kasal bo'lsa-mu ham o'xshashlar mayli iddat ichida bo'lsin yoki iddatdan ketgandan keyin bo'lsin, o ölüp ketken bolsa, ölüp ketse, o ayol miras alamaydı. Ama onun kesili ölüp ketish ehtimali bo'lgan, yani şu kesel bilan ölüp ketish ehtimali bor bo'lgan qo'rqinchli kasal bo'lsa, bu ahvolda birsiga u muttaham, yani u ayolning o'ziga mirasxo'r bo'lib qolishidan ansirganlik sababidan talaq qilib o'tgan bo'lishi mumkin deb mundaq bir gumondan saqit qilmaymiz uni. Yani birisi agar undaq bo'lmasa, yani o adam ayolning o'ziga mirasxo'r bo'lib qolishidan ansirganlik sababidan talaq qilmadi deb qaraymiz. Yani bu holatda o ayol o erning undaq yomon niyati yo'q deb qaraganligimiz uchun o ayol yo'lishga mirasxo'r bo'lolmaydi. Chunki bain bo'lib ketgandan keyin o ikkisini o'tirsida munosabat qilmaydi. Ammo muttaham bo'lsa, shunda bir ehtimollik bo'lsa desa, bu to'rt mazhab o'tirsida ixtilof bor masala. Endi Shafiy mazhabda u ayol qanday holat bo'lishini qat'iy nazar, eri muttaham bo'lsin bo'lmasin, mutlaq miras ololmaydi. Endi Hanafi mazhabda o ayol iddatdagi vaqtida vafot bo'lib ketgan bo'lsa, tarisu ida توفي وهي في العدة. إدت وقت ضبط كتكم وسمر صلده أنا في مذهبته. فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ترثه. أما إيري أيال إدت نشكت بوغان ديكني شو نشكتن طلقنا إدت توشب بوغان ديكين أربعة كتكم وسا أيال إردم مراسل ما يدمو أنا في مذهبني قرشة. شافي مذهب مطلق مراسل ما يدمو. Anda Hanbali mazhab tuchudisa, Hanbali mazhabda bu zavj muttaham bo'lganligi uchun, shuna bir yomon niyati bor deb qaralganligi uchun, mayli u shu ayol iddatki vaqtida vafot bo'lib ketgan bo'lsin yoki iddatdan ketgandan keyin vafot bo'lib ketgan bo'lsin, u ayol madamiki boshqa bilan to'y qilib bo'lmagan bo'lsa, miras oladi. Yani Maliki mazhabda mutlaq, Shafiy mazhab qarshiya, mutlaq miras oladi. Uning iddat tushib ketib boshqa erga tegib bo'lgan holatda vafot bo'lib ketgan taqdirda ham eridan muttaham bo'lgan uchun, yani ayolning miras elib qilishini ansiga tufaylidan talaq qilayotganlikdan iborat yomon niyati bo'lgan uchun, uni yomon niyatiga qarshi biz uningga miras bilib birimiz ayoliga. Bu hamda to'rt xil mazhabdagi ko'z qarashlar.